Mana bu bizlarning lavanda gullaridan olingan mahsulotlarimiz. Bu mahsulotlarimiz juda ham insonda sog'ligiga foydali bo'lgan tomonlari o'ta tinchlantiruvchi, insonni stressdan chiqaruvchi, uyqusizlikdan xalos qiluvchi xususiyatlarga ega. Lavanda gulini yog'lari bug' asosida olinadi. Bu uchuvchi yog' deb aytiladi. Uchuvchi yog'larimiz gullarini yog'ini olayotgan vaqtda bug' orqali chiqarib olinadi. Bug' orqali chiqarilgan yog' alohida idishlarga qadoqlanadi va uni bug'langandagi filtr suvlari yana alohida olinadi. Buni mana bu filtr suvlari ham juda ham yaxshi. Masalan, insonda og'izda uvilish bo'lganda, shamollash bo'lganda, tish og'rig'i, bakteriyalarni yo'qotish uchun juda ham foydali. Endi lavanda yog'iga keladigan bo'lsak, bu lavanda yog'larimiz ko'proq parfyumeriya uchun ishlatiladi, chunki hidi o'ta xushbo'y bo'lganligi sababli hech qanday insonning me'dasiga tegmaydi bu hid. O'ta xushbo'y hidi. Parfyumeriya uchun, mana bu kremlar uchun, kosmetika uchun, nima uchun, keyin massajlar uchun ham ishlatiladi. Bolalar massaji, o'shalar uchun ham juda ham foydali hisoblanadi. Bu bakteriyalarni o'ldiruvchi xususiyatga ega hamda o'ta iforli hidga ega. Yog'larimizdan ham juda ko'p xususiyatlarda foydalansa bo'ladi. Farmatsevtika uchun ham nihoyatda katta foyda beradi yog'larimiz. Mana bu filtr nimalarimiz. Endi bizda hozir mana bu joyda oldinlari bo'lardi, erkaklar uchun adikolonlar bo'lardi. Mana bu lavanda yog'idan, lavandadan, gulidan ishlab chiqarilgan adikolon. Buni bemalol erkaklar adikolon sifatida foydalansa bo'ladi. Juda ham xushbo'y hidga ega. Mana bu joyda bizani kosmetikada chiqarilgan yuz kremlari va mana qo'l kremlarini ham tayyorlasa bo'ladi. Bizda lavanda choylarimiz mana shu holatda hozirgi kunda qadoqlayapmiz, lekin keyingi vaqtda buni yana ham chiroyli qilib qadoqlashni reja qilganmiz. Bu lavanda choylari. Lavanda choylaridan bir qoshiq choynakka solib, buni dimlab qo'yib 15 daqiqa, xohlasa ichiga limon solsa bo'ladi, xohlasa marta solsa bo'ladi, qo'shimcha qilish uchun ozgina novot choylar qilsa bo'ladi. Bu juda ham odamga yoqadi. Choylarni ichgan vaqtda, ayniqsa kechqurun ichganda, men ishdan charchoq bilan kelamiz. O'sha vaqtda shaxsan o'zim yaxshi foydalanaman. Uyqumni tinchlantirib beradi. Ertalab turganimda qandaydir tetik holatda uyg'onaman. Asablarim tinchlangan holatda uyg'onaman. Mana endi bu yostiqqa keladigan bo'lsak, yostiqlarimiz har xil turda chiqqan. 4 burchak holatda, mana dumaloq holatda chiqqan. Endi meni shaxsan o'zim mana shu yostiqlarimizdan yaxshi foydalanamiz. Meni o'zim mana onajonimlar 86 yoshdan o'tganlar, lekin asablari joyidalar, bemalol kitoblar o'qiydilar, bemalol bizga hikoyalar aytib beradilar. O'sha tomonlarni ko'rib aytaman. Demak, 7 yoshdan 70 yoshgacha degan nima bor? Navaralarim ham foydalanadi. Ular ham busiz uxlamaydi. Mana shirin yostig'imni bering deb qo'yadilar. Biza oilaviy lavanda yostiqlardan foydalanamiz. Mazza qilib bundan foydalansa bo'ladi. Buning xususiyatlari nima? Hozir bu yostig'imiz yumshoq, unaqa insonni boshiga botmaydi, har qanday yoshda ham. Buni ichiga lavanda gullari solingan. Bu 1 yildan oshiq davomida o'zini iforini taratib berib turadi. Uxlaganda tinchlantiradi, insonni miyasiga kislorod yetkazib beradi. Mana bu holatda ham bemalol sovg'a uchun quritib, bu gullarni bemalol sovg'a sifatida podarka qilsa ham bo'ladi. Hozirgi kunda imkon darajada nima deydi, ximichskiy dorilardan qutulishni harakatini qilishimiz kerak-da va mana shu biodobavkalarga, o'zimizni haqiqiy eko toza mahsulotlarga o'tsak, insonlarimizda va mana kelajak yoshlarimizda ham nima deydi, eslash qobiliyati, o'zini tutish qobiliyati, o'sha stresslardan chiqish qobiliyatiga juda katta yordam beradi deb o'ylayman. Chunki o'zimiz mana 1 yil davomida bundan foydalanib kelyapmiz va mana shu mahsulotlarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa, shu O'zbekiston Respublikamizning ko'pgina joylariga yetishtirib berib, orttirsak, albatta eksport qilishni yo'lga qo'yish reja qilingan.